Lekin aziz yurtdoshlar, mana navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Ko'pchilikka 2 xonaga yo 3 xonaga yo 5 xonaga necha rasxod ketadi degan narsa ko'pchilikni qiziqtiradi. Hozir shu obyekt misolida tushuntirib berishadi. Hozir bu obyektimiz 105 kvadrat, salkam 5 xona, bolalar xonasi bilan hojatxona hammom alohida bo'ladi. Hammasining narxlarini necha rasxod ketgan, necha pul usta puli ketgan, keyin alohida narxlarni ham ko'pchilikka qiziq tushuntirib ketamiz. Hozir bu obyektimizda 4 ta xona bor. Bitta boloxona, oshxona, ikkita spalni, hojatxonalari, hammomlar alohida. Bunga ketayotgan rasxodimiz hozir 18.400 so'mlik xomashga oldik. Buni ichida ataplenasi, to'pli poli va hammom montajlarigacha bityapti. Hamma yo'q bityapti. Hamma yo'q bityapti. Hammomda jihozlari kirmaydi buni. Yo'q, jihozlari emas, faqat ichki montajlari bo'ladi. Ichki montaj bo'ladi. Remontgacha bo'lgan holatigacha ketyapti. Hozir общий mahsuloti necha pulga ketdi? Shu 4 ta xona, 5 ta deng, yana bolalar xonasi bilan 18.400 ming so'mlik narsa olib kelindi. Shu yetadi. 18.400 ming so'm. Hozir bu obyektimiz katesh holatda solingan. Agar uzun yo gel yoki holatda tushgan bo'lsa, unga qarab ozgina narx o'zgaradi. Sababi masofaga tortiladi. O'sha hisobiga mahsulot katta farq qilmaydi unda. Yo'q, katta farq qilmaydi. 3-4 million nari berasiz. 3-4 million farq qilishi mumkin holatiga. Endi buni ichida hozir katta yo'l hisoblangan yo'q. Katta yo'lda yo pol avtomat yoki avtomat tanlashlariga qarab turib, narxi 100 kvadratli 7,5 milliondan misol 1800 dollargacha bo'lsa, tanlovlariga qarab o'zgaraveradi. Shunisi ham hisob qilib ketaverasizlar. Endi bayda usta xizmatlari qanaqa tushdi? Xizmat haqlari hozir to'pli pol, batareya, hammom montajlari to'g'ri bo'lgan holatda shu 13 million atrofida chiqyapti. 13 million atrofida. Faqat endi katta yo'ldan tashqari bu. Katta yo'l ichki holati bityapti. Endi bunga plyus katta yo'l o'rnatish qo'shiladi. Qo'shiladi. Katta yo'lda puli, katta yo'l o'rnatish alohida. U ish sal kechroq bo'lganligi uchun uni alohida qilib aytmayapmiz bu yerda. 31 million bo'lsa, примерно katta yo'li bilan 40 million atrofi. Xuddi shunaqa. 40 millionga plyus bilan bitadi. 40-45 million atrofida hisob qilsalaring bo'ladi. Chiroyli holatda hamma yo'llari sifatli narsa ishlatilgan, arzon narsa. Hammasi original narsa ishlatilgan. O'zlarini ukalarnikiga qilishgan, hammasi konkret, zo'r, mustahkam, garantiyali narsalar ishlatilgan. Shunaqa narsani mahsulotdan qilganimizda o'sha 40 million bilan 45 million o'rtasiga 5 xona joy, 2 ta hojatxona hammom komplekt bo'lyapti montajlar. Endi xonalarni bitta ko'rsatib, narxlarini bir aytib ketaverasiz. Bu birinchi spalni xona, yotoqxona, bir dona batareya va to'liq to'pli pol bo'lyapti. Ichki tomonda shu ichidan alohida koridor, alohida hammom bo'lyapti. Ichkarilarda oborsak ham bo'laveradi. Orada ba'zi joylarni kesib. Qisqa, tez yurib olib qo'yaverib bo'ladi. Kerak bo'lsa qo'yiladi, bo'lmasa olib tashlanadi. Atel firmasinikini qo'yilyapti. Turbalar to'pli polga Plasterin firmanikini ishlatyapmiz. Sifatli, sinovdan o'tgan mahsulotlar. Keyin batareya qo'yishda narxni alohida o'tdi. Batareya qo'yishimiz bir donasi hozir shu yerga o'rnab montajlari bilan birga bo'lishi 500 ming so'mga bitadi. Usta haq. 500 mingga usta haqqi bilan bitadi. To'pli polli holati kvadrati 50 ming so'mga bitadi. Kvadrati 50 mingdan. Endi joyga qarab bular narx o'zgaradi? Yo'q, o'zgarmaydi. Bu nechta bo'lsa ham shu bo'laveradi. Bir xil narxda ketaveradi. Bir xil narxda ketaveradi. To'pli pol endi misol uchun juda katta ob'yom bo'lsa, narxi tushadi. Bo'lmasa shu holat o'rtacha. Bo'ldi. Endi badiy xonalar o'zimni endi olib, oraga tiqib yuboray, gaplashib